Hürmetli kötendeşem, bugünkü leksiyalarımızla başlayımız. Leksiyadesi de gacırızı. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü leksiyanın mavzuları mındak. Amerika, Jungo, Janubi Deniz'de keskin elişti. Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping'nin şiren ayları ahırlaştı. Mavzulu haber 6. ayının 9. gün Fenbitor betedi ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping 4. ayda söhbet ötküzgendiğin keyin Jungo Amerika münasibeti Çavuşan meselesi tüpeyli koyuklaşkan idi. İki tarafın harbiy parxotları ve harbiy aeroplanları Janubi Deniz'de arka-arkadan uçraştı. Amerika yana başlamçı bulup Shangri-La söhbet yığınıda Jungo Janubi Deniz'de harbiyleştirdi dep tanqid kıldı. Bugün endi Amerika Qo'shma Shtatları 5 burcaklik binanın dokulatı üstelep geldi. Ve Jungo'nu qattiq qo'lluq vasıtalar bilan deniz okean hukukini qo'lga keltirmoqchi bo'lyapti deb ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping'ning şirin ayları ciddi sınaqqa duch keldi. Amerika Qo'shma Shtatlarının Prezident Trump 2. ayda Jungo'ning Reis Xi Jinping bilan telefonda so'zlashganda bir Jungo siyosatiga amal qiladiganligini ko'rsatgan. İki devlet rehberi 4. ayda Amerika'da uçraştı. Çavuşan meselesi doğruluk, hemkarlaşış doğrusu da ortak tanışıqqa kelgan. Biroq Jungo Amerika münasibeti oңuşluq taraqqiy qilishga yuzlanganda 5. ayning o'ttirillarida nazok bir o'zgarish yuz berdi. 5. ayının 17. günü Amerika Jungo harbiy aeroplanları karşılaştı. Amerika'nın bir tane razvet aeroplanı Şarkı Deniz Hava Boşluğu'da Azatlık Armiyanın iki köreşçi aeroplanının yakın aralıkta tosavelişiga uçurdu. Amerika taraf Jungo'nun köreşçi aeroplanlarını kesipleşmegen dep tanqid kıldı. Aradan bir hafta ötkende Amerika'nın devi belgelik harbiy parxoti 5. ayının 25. günü 5. ayının 25. günü Janubi Jungo denizde Mechichao aralığa 12 deniz mili işgirlep kirdi. Prezident Trump vazifege o'tirgandan keyin tunji qatam erkin qatnash vazifasini ijro qildi. Jungo'nun ikki dona harbiy parxoti ogohlantirish berdi. O'xshash bir kunda Amerika'nın bir tane charlash aeroplanı Shanghai'ning sharqi janub havo tavalligida Jungo'nun ikki tane ko'rakchi aeroplanının to'sivelishiga uchradi. Shundan keyin 7 davlat guruhi 5. ayning 27. günü Shtaliyada birlashma axborot e'lon qilib, Janubiy dengiz, Sharqiy dengiz vaziyatiga diqqat qiladiganligini bildirib, talash tartish bo'layotgan orollarni harbiyleştirmaslikni chaqiriq qildi. 6. ayning 5'ida Singapurda o'tirg'i chiqqan yillik Shangri-La yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlarning davlat mudofaa ministri James Mattis Jungo boshqa davlatlarning manfaatini ko'zga ilmidi deb oshkora tanqid qilib, Jungo'ning Janubiy dengizdagi harakatiga xiris e'lon qiladiganligini ta'kidladi. Bu xabarda boshda biz sizlarga so'zlab o'tgan bir-birlab bu xabarlarni, lekin bugun xulos shaklda xabar berib, xulosidan bir logikalik hukm bilan fikrni o'ttirga qo'ygan aptor. Tashqari dunyo aslida mundaq hisoblagan edi. 4. ayda Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping uchrashgandan keyin Jungo bilan Amerikaning massish kayfiyati hech bo'lmaganda mush yilning oxirigacha, masalan, Prezident Trump Jungoni davlat ishlar ziyorati qilib qaytib kelgicha davomlashadi deb faraz qilishgan edi. Lekin Amerika bilan Jungoning yaqinda bir Janubiy Jungo dengizida elishganligi shirin aynan allaqachon oxirlashganligini ko'rsatib berdi. Jungo tashabbus qilgan bir yo'l, bir belbog' siyosatini Amerika ko'ch chiqarib cheklamoqchi bo'ldi.
Jungo Janubi Dengiz Tadqiqot Gruppasining tadqiqotchisi Washington mundaq degan. Amerika Janubi Dengizni başdan ahir Jungoni cheklaydigan kuch nuqtasi qiladi. Janubi Jungo dengiz masalasining ikki taraf maslahatlashadigan yo'lga kirishiga yo'l qo'ymaydi. Ham Janubi dengiz rayonida tinchlik va muqimlikni ko'rishni xohlamaydi. Bundaq bo'lganda Amerikaning manfaati muvofiq bo'lmaydi. Bu Jungolik tadqiqotchilarning gapi ekan. Diqqat qilish qarjiydigan bir taraf shuki, Jungo bir yo'l, bir belbog' siyosatini ko'ch chiqarib tashabbus qilyotdi. O'tgan oyda Beijingga ko'p davlatni chaqirib, yuqori darajaliklar suhbat o'tkazdi. Jungoning geopolitik siyosat ta'sirini kengaytmoqchi bo'lganligini oshkorladi. Mushundaq ahvol ostida Amerika yana o't yong'in paydo qilib, Janubiy Jungo dengizi orqali Jungoni cheklash maqsadiga uyg'un bir ish edi. Amerikaning yuqoridagi ish qilishi Janubiy Jungoni cheklashdan iborat maqsadga uyg'un bir ish edi. Amerika Jungo o'tirisi shirin aylanan oxirlashganligi go'yo faraz qiladigan bir ish bo'lib qoldi.